Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bizda hammani qiynaydigan savol, ya'ni yuz-yillar, qirq-quloq, qirq-bo'g'imlardan qiynaladigan mavzular. Demak, bizda birinchisi funariya yuz-yil. Demak, yuz-yillarni demak umumiy 20 mingga yaqin tur bo'ladi. Ya'ni bular uzunligi 4-5 mm dan 40 cm gacha bo'ladi. Xo'p, bularda funariya yuz-yilni demak birinchisi, demak bizda funariya yuz-yil bor. Demak, funariya yuz-yil. Demak, buni qayerlarda uchraydi desa, ya'ni zax bosgan devorlarda, ya'ni quyosh tushmaydigan joylarda uchraydi. Ya'ni bularda demak, yerga nimasini birikib turadi desa, funariya yuz-yilni demak rizoid orqali birikib turadi. Ya'ni bularda ildiz yo'q. Ildiz vazifasini rizoid boshqaradi. Xo'p, keyin bularda funariya yuz-yilni 1 cm keladigan bir uyli o'simlik. Ya'ni bular jinsiz ko'payadi. Ya'ni demak jinsiy bo'g'in demak gametofit deyiladi. Demak jinsiz bo'g'in sporofit deyiladi. Xo'p, demak bizlarga bularda qaysi bo'g'in ustunlik qiladi desa, demak bularda qaysi bo'g'in ustunlik qiladi? Ya'ni jinsiy bo'g'in. Demak gametofit ustunlik qiladi. Xo'p, bizlarda demak funariya yuz-yilni demak mana bu rizoid vazifasini bajaradi. Demak mana bu rizoid. Mana bu sporangi band. Mana bu sporangida demak ichida sporalar yetiladi. Xo'p, demak sporalari yerga to'kilgandan keyin, demak sporalar yerga to'kildi. Mana bunimiz demak jinsiz bo'g'in deyiladi. Demak sporofit. Ya'ni sporofit jinsiz bo'g'in. Demak sporalar yerga to'kilgandan keyin ayrimlaridan demak anterior, demak ayrimlaridan arxigonit chiqadi. Demak anterior deylik erkaklik jinsiy a'zosi, arxigonit esa urg'ochilik. Demak anteriorda ikki xifchilli spermatozoid bo'ladi. Bu arxigonida bo'lsa, demak bitta tuxum hujayrasi. Demak bitta tuxum hujayrasi bo'ladi. Demak bularda ko'payishi erta bahorda, yog'ingarchilik vaqtida bo'ladi. Ya'ni yomg'ir yog'gandan keyin bular ustun suv bosadi, anteriorda arxigonit uchi ochiladi. Demak anterioridagi ikki xifchilli spermatozoidlar harakatlanib arxigonitga qo'shiladi. Ya'ni bundan ikkalasi nima? Zigota hosil bo'ladi. Demak anteriorda spermatozoidlar tuxum hujayrasi qo'shilib zigota hosil bo'ladi. Zigotadan yana sporofit o'sib chiqadi. Ya'ni mana bu sporadan demak gametofit o'sib chiqadi. Gametofit, ya'ni jinsiy bo'g'in o'sib chiqadi. Xo'p, bizlarda savol tug'iladi, demak savol tushadi har yili. Demak bizlarda jinsiy bo'g'in nimadan rivojlanadi? Jinsiz bo'g'in nimadan rivojlanadi? Demak bizlarda jinsiy bo'g'in nimadan rivojlandi? Demak sporadan demak jinsiy bo'g'in rivojlanadi. Xo'p, jinsiz bo'g'in nimadan rivojlanadi desa, demak zigotadan rivojlanadi. Demak zigotadan demak jinsiz bo'g'in rivojlanadi. Xo'p, sizga aytadi, demak bizga savol tushishi mumkin. Demak sporofitda nimalar bo'ladi? Gametofitda nimalar bo'ladi? Demak bizda sporofitda
Demak, sporangi band sporangi hop va spora bor. Rizoid. Shular bo'ladi. Gametofitda nimalar bo'ladi desa, gametofitda demak, anteridik, amfigonik, hop, spermalar bo'ladi, tuxum hujayra va zigota. Demak, sporofitda nimalar bo'ladi, gametofitda nimalar bo'ladi? Mana shu savollar demak bizda sizga savol beradi. Ya'ni bizlarda aytadi, gametofitga xos bo'lgan xususiyatni toping deydi va sporofitga xos bo'lgan xususiyatni toping deydi. Bular o'zi yuksak o'simliklardan, boshqa yuksak o'simliklardan ildizi va o'tkazuvchi sistemasining bo'lmasligi bilan farq qiladi. Ya'ni bularda ildiz bo'lmaydi, o'tkazuvchi sistemasi bo'lmaydi. O'sha bilan bir-biridan farq qiladi. Demak, mana shu savollarda demak bizda asosan funariya yuzlarga tushadigan savollarda mana shular. Demak, bularda jinsiz ko'payishi. Demak, bizlarda jinsiy bo'g'in sporada rivojlanadi, jinsiz bo'g'in demak zigotadan rivojlanadi. Mana shu demak bizdan so'raladigan narsa.